Qo'limdagi bu sho'tkacha nima desangiz, koreyskiy brend, ya'ni mana bu Saluayani penkasini ishlatyapman o'zini shotkasi bilan. Yuzingizni juda ham chuqur namlantiradi, tozalaydi, dog'larni yo'q qiladi, sepkillarni, ajinlarni barchasini bitta bartaraf qiladi. Eng zo'r tomoni shunaqangi tinchlantiradi. Bu shotkasini o'zi bilan umalkani yuvamiz. Uni qarang, qanaqacha. Rezultatda gapirishim shart emas, o'zingizlar ko'rib turibsizlar, qanaqa yartilab turibdi. Endi esa Milanox, ya'ni koreyskiyni original dog' ketkazuvchi kremini suramiz. Bu nashni o'xud. Bu bir haftada ta'sir qilar ekan. Bir haftada mana bu dog'laringizni bartaraf qiladi. Aytgancha, Munisada Optimum bor, Doniga ham bor. Buni bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Toshkentda koreyskiy xotin biznesini boshlaganlar kelishtirib beradi o'zi. Primo Koreyada chiqib tavalla. Endi esa Saolay brendini mana shunaqa nochnoy kremidan foydalanamiz. Juda ham zo'r, o'rtoqlar, bu yuzni oqartiradi, qurishlarni oldini oladi, namlantiradi. Teriza qizarishlari, charchoq yuzlar hammasiga bartaraf qilinadi, albatta, va ajinlarni tortadi. Dog'lar bormi, petnelar bormi, har xil chuqur qoladigan dog'larni yo'qotadi. O'zingizlar ko'rib turibsizlar, effektini qanaqa yaltillatyapti. Buni makiyajdan oldin ham ba'zi qilib ishlatsanglar bo'ladi aytgancha. Kamgina qilib. Bilasiz, Vaseline firmasini SPF kasini men juda ham yaxshi ko'raman va eng brendi va eng yaxshi SPF ka. Buni tunu kun ishlatish kerak. Endi esa kremni ozginagina yedirib pauza qilgandan keyin mana shu SPF kani ishlatamiz. Hozir ko'rasiz, vashshi yaltilaydi. Keyin bunichi zo'r tomoni har 2 soat surib tashlashingiz shart emas. Bitta surib qo'ysanglar kun bo'yi yetadi. Bu ham Doniga ham bor, Optimga ham bor. Bemalol Koreyadan sifatli tovarlarni, mahsulotlarni zakaz qilamiz. Hamma narsa bor. Penka, krem, kosmetika, любой narsa qidirsangiz topasizlar. Original, eng brend tovarlar Munisa Koreya mahsulotlarda.